Assalomu alaykum azizlar. Yana bir bemorimizga yordam berish uchun hozir vodiyga fotolampani yuborib yuryapmiz va shu jumladan aytib o'tib ketamanki, biz nafaqat fotolampalarni arendaga beramiz, undan tashqari shu sotuvga ham qo'yib yetkazib beramiz. Ya'ni misol uchun mana shu yana bitta lampamiz xudo xolasa Qo'qonga ketadi. Undan oldin Samarqandda Loy shahriga yetkazib, va bitta narsani bilinglar, mana shu olganlaringizdan keyin fotolampani ichida bolalaringiz uchun konsultatsiya ham mana shu ichida bo'ladi. O'shaning uchun shu narsa uchun foydalanib qolsangiz bo'ladi, chunki butun umrga mana shu fotolampani keyinchalik ishlatsangiz bo'ladi. Nevarangizmi yoki keyinchalik bolalaringiz hammasiga xudo xolasa bo'lmasin-u, lekin albatta bu qoladigan bo'lsa, o'zingizning uyingizda turadigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun hammaga tavsiya beramiz. Xudo xolasa yana bir bemorimiz, chaqalog'imiz yanada shifo topishiga nasib bo'lsa, umid hosil qilib, ularga konsultatsiya beramiz nasib bo'lsa. O'shaning uchun kunlaringiz yaxshi o'tsin, charchamanglar va sog' salomat bo'linglar, o'zlaringiz va yaqinlaringizni sog'lig'ini asranglar.